Dorilaringizni vaqtida iching. Operatsiyangizga albatta pul topamiz. Axir sizni manda o'g'lingiz bor, oyijon. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? G'ilaymisan? O'zingchi, katta xolangning hovlisimi bu? Xohlaganingcha ovqat yeb yuradigan. Hozir shu bilan boshingga solaman. Ey, kasal ekansan o'san. Ahmoq, suhbatga shunaqa kiraman menda. Voy. Sen hammasini udalaysan, oying uchun. Kechirasiz, bitta ahmoq deb. Oho, Xotlanch xonim o'zlari-yu. Ishxonada ham xuddi hayotdagidek mehribonsiz deb umid qilaman. Manam. Ish tajribingiz? 2 yil. Nimaga ishdan bo'shadingiz? Men bo'shamadim. Kompaniya yopilib ketdi. Qaqqa borsam muammo orttiraman deng. Voy, nimaga ekan? Men yopmadim, o'zi yopilib ketdi. Ahamiyatsiz. Siz ishga qabul qilindingiz faqat ikkita shart bilan. Birinchisi, ertalabki uchun meni kechirasiz. Ikkinchisi, har kuni obedda menga bittadan Xotlanch olib kelib turasiz. Kelishdik. Bir kechaga qiz topish shunchalik qiyinmi? U shunchaki ota-onamni oldida sevgan qizimni rolini o'ynab bersa bo'ldi. Yasmin ham o'sha yerda bo'lar ekan. Nech pul desa ham beraman. Oyjon. Nech pul desa ham beraman dedim-ha? 70 million. 70 million. Ota-onamni oldirasan meni? Bilaman, xotining bo'lib berishim kerak. Lekin ko'rinishing. Unisidan xavotirman. Kedirem bu akşam, kedirem gülüm, gidirem gülüm, üzün solacak sensiz. Ketdikmi? İlyos, bu yoqqa. Darhaqiqat. Voy, mana nimaga ovolding? Mani qornim tez ochadi. Bu mani perekusim. Mani uyimda och qolmassan. Buni senda kim bo'ldi? Jilmay. Anchadan beri tanishmisizlar? O'g'lim, qizimiz xazina olib kelibsiz-u? O'g'lim sizga yoqadimi? Haligi bo'lsa, bir oydan keyin to'y. Nima? Nima qilamiz kutib? Keyingi hafta qilib yuboraylik. Bo'pti. Ixtiyor o'zingizlarda. Anchadan beri tanishmisizlar? O'g'lim, qizimiz xazina olib kelibsiz-u? O'g'lim sizga yoqadimi? Haligi bo'lsa, bir oydan keyin to'y. Nima? Nima qilamiz kutib? Keyingi hafta qilib yuboraylik. Bo'pti. Ixtiyor o'zingizlarda. Buncha go'sht nima bo'ladi? Voy, uzunmi? Yoqdimi? Sen! Ey, baqirma. Sekin. Sen jinnimisan? Bir haftadan keyin to'ymush. Bunaqaga kelishmagandik. Hormanglar. Voy, nikoh uzugimi? Endi uzuvsiz kelin moyi. To'ppa-to'g'ri. Qani, ol, taqib qo'y. Uzuv. Bo'la qol. Ha, taq, bo'la qol. Tirjay sevdi. Tirjay. Onasi? Labbay. Onasi. To'yxonani gaplashdim. Hozir o'sha yoqqa boraman. Voy, sal shoshib qo'yibsiz-da, ada. Hech Nima shoshmadim-da. deysan? Nimaga shoshib qo'yadi? To'y bo'ladi, tushundingmi? Shoshmang dadasi, men ham siz bilan. Assallarim, bir-biringizga uzukka ko'z qo'ygandek yarashib turibsizlar, shakarlarim. Bo'ldi. Jonim og'riyapti, bo'ldi. Bunaqaga kelishmagandik yo'q. Bir oydan keyin qon yorib oladi, keyin boshing og'riydi, iching ketib qoladi. Biror narsa o'ylab topamiz. Bu ketishda men seni 200 million qo'shib beraman. o'ldirib qo'ymasam bo'ldi. Nimani qidiryapsan? Men buni ichidagisini. Qani? Men qattan bilaman. Poyloqchimanmi? Mani qornim olsa jahlim chiqadi. Balki jahling chiqsa qorning ochar. Menga qara. Boyguncha bo'yni o'stirsang bo'lmasmidi? Bakana. Befarosat. Chiqish naryoqda. Ey, bilaman. Nimadir bir-biriga to'g'ri kelmayapti.
Mahmud, Ilyosni sevgan qizi Sevdini yaxshilab o'rgan. U haqida hammasini bilishni xohlayman. Hey! Zerikib ketdingmi? Asabga o'ynash qalay bo'larkan, janoblari? Ilyos, urushib qoldinglarmi? Mashinani qirmoqchimidingiz? Gelikka nech pul turishini bilasanmi o'zi? Hech qisi yo'q. Mashina topiladi. Lekin bizning muhabbatimiz Bolalar bog'chasi. Ey, yosh bola bo'lmagin. unda o'zing ham o'yiningni tezroq tugat. Ber. Ol. Bor. Sevda haqida hamma ma'lumotlarni o'rgandim. Oddiy kambag'al qiz, onasi esa betob. Qanaqa qilib tanishibdi? Ilyos mashinada urib ketishiga sal qopdi. Keyin nima? Rahmi kelgandan uylanishga qaror qilibdimi? Bilmadim. Menimcha boshqa sabablari ham bor. Bu o'yinda qoidalarni men yarataman. Nimaga ekan? Chunki shu uchun pulingni olassan. Senga o'xshagan boylarni yomon ko'raman. Nega ekan? Chunki senlar hamma narsani pulga sotib olish mumkin deb o'ylaysanlar. Sanlar adajonlaring tayyor biznesni ochib qo'yishgan. Shunchaki yashab bersanglar bo'ldi. Bizga o'xshagan odamlar sanlarni cho'ntaginglar qapayishi uchun bir oy tinimsiz ishlaymiz. Agar bizadagi odamlar bo'lmaganda, sanlar hayotda boyimasdilaring. Ishchi ishga 5 daqiqa kech qolsa, oyligidan ushlab qolishni bilasanlar. Lekin 1 soat kech ketsa, 1 so'm ham qo'shib bermaysanlar. Hamma deb gapirma. 5 barmoq baravar emas. Sen menga barmog'i gapirma. Kech ertalab 5 dagi quyoshni ko'rganmisan? Yo'q, ko'rishni ham xohlamayman. Dadam esa har kuni ko'radi. Boylar o'zidan o'zi boy bo'lib qolmaydi. Boylikni tagida qancha tavakkal, qancha bedor tunlar borligini bilasanmi? 100 ming dollaring bo'lganda nima qilgan bo'larding? Uy olardim. Dadam esa o'zi yashab turgan uyini biznesi uchun sotgan. Balki farqimiz shundadir, Sevda? Tushunmadim. Tushunishing uchun dadamlardek insonlarni aqli kerak. Endi senlardagi fikrlashimiz kerak-a? Hoy! Xotlanchini olib Yeb ket. qo'y, ko'pchiroq vording, quvvat bo'ladi. Shoh? Aman seni eslamasam, sen meni hayotda eslamaysan. Ixchamde. Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamizni ham urishib berganlar esingdami? Yotib qolmabsizlar deydiganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastimshim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevda, gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan. Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamizni ham urishib berganlar esingdami? Yotib qolmabsizlar deydiganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastimshim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevda, gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan. Bu kelishuvimizda yo'q edi. Bo'lmasam o'yin ham tugaydi. Oyingni o'yla, Sevda. Ilyos, iltimos. Begimda. Begim deysan. Begim. Endi bo'shsan. Belki çok incitmişim sevdiğim insanları. Belki çok Yig'lama Sevda. Sen kuchli qizsan. Bilaman oyi, lekin juda ham charchadim. O'g'il bola bo'lib tug'ilsam bo'lar ekan. Qiz bola bo'lish juda ham qiyin ekan, oyi. Unaqa dema. Sen qiz bola bo'lsang ham erkaklardek matonating bor. Axir men matonatli bo'lishni xohlamasam-chi? Hamma qizlarning adasi, akasi, sevgan insoni suyanchig'i bo'ladi. Lekin meni suyanadigan kimim bor? Hech ham. Yaratgan doim sen bilan qizim, to'g'ri? U doim men bilan. Endi hech qachon yig'lamayman. Keyin men buni ham ochiqdan olsam bo'lar ekan. Kichkinaligimda seni kelin qilaman degandingiz. Voy, Ilyosning qaysarligini bilasan-ku. Uylanaman deganni o'zi katta gap. Ilyos, Sevda bilan qanaqa qilib tanishganini bilasizmi?
Ilyos, hoziroq bularni hammasini to'xtatmasak, oxiri yomon bo'ladi. Kechga qaysi restoranga boramiz? Men turk restoraniga borgim kelyapti. Zo'r. Mensiz ham ishlar yaxshi-yu. Ilyos, u yerda sen bilan juda ko'p xotiralarimiz bor. Qanaqa xotiralar? Yasmin biz bolaligimizdan shunchaki do'st bo'lganmiz. Bor xonamdan chiqib ketgan. Nima? Hozirgina yig'lamayman deb yana yig'lab o'tiribman. Shu bolani deb yig'layapsanmi, Sevda? Sen uni soxta sevgilisisan, haqiqiysi emas. Alo. Allo, Shoh, vaqting bormi? Ha, tinchlikmi? Nega yig'layapsiz? Yana Shohmi? Endi bildim nega telefoningni ko'tarmaganingni. İlyos, hozir emas. Shoh ketdik. Seni görene kadar olanlarla oldum, esirin oldum. Investitsiya bo'yicha hujjatlar. Xayrli tong. Xayrli. Kechagi tuning ham xayrli bo'lgan shekilli. Hammani ham o'zingga o'xshatma. Sana da aşk olsun, olmayacaksan benim. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Og'zingga qarab gapir. Shu kalamushga o'xshab paydo bo'lib qolishingga maza qilaman-de. Ilyos meni sevib qolganiga xafa bo'lyapsanmi? Mendek qizni sevmasa, yana kimni sevardi? Men tabiat mo'jizasi bo'lsam, sen esa shu tabiatni xatosisan. Bahrom, Ha? yo'qotinglar meni ofisdan. Hamma yosh bola bo'lsa, menga nima deysiz? Hozir meni xo'jayinga olib bormasam, Ber bu meni. yoqqa. Hop. Bor. Yes. Hamma menga xo'jayin. Senga chidayotganim asosiy sababini bilasanmi? Pulmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Unda yozilishi bo'yicha odam odamga tan jarohat yetkazishi mumkin emas. Shunaqa hammalaring jonimga tegdilaring. Kayfiyating cho'q-ku. Mana bu rasmni ko'rganingdan keyin yana ham quvonasan. Balki spektakl tugatadigan vaqt kelgandir. Gapirib bo'ldingmi? Ko'zingni och, Ilyos. Ijozating bilan. O'lsam o'laman, lekin hech qachon birga bo'lishlaringga yo'l qo'ymayman. Sevdi, yana qoidalarni buzyapsan. Shu qoidalaring bilan men bitimga emas, men bitimga kelding. O'sha Yasmining bilan baxtli yashasang bo'lmaydimi? Tayyor haqiqiy xotin. Soxtasini boshingga urasanmi? Yasmin Shoh bilan tushgan rasmini ko'rib qopti. Agar hozir ajralsak, u hammasi o'yin bo'lganini bilib qoladi. Sevdi. Soxta bo'lsa ham sevgimiz hurmati. Yana 2 kun ichida, iltimos. Tushunarli. Ana endi malikalardek hayoting tugadi, Sevda. Sevdi, yana qoidalarni buzyapsan. Shu qoidalaring bilan men bitimga emas, men bitimga kelding. O'sha Yasmining bilan baxtli yashasang bo'lmaydimi? Tayyor haqiqiy xotin. Soxtasini boshingga urasanmi? Yasmin Shoh bilan tushgan rasmini ko'rib qopti. Agar hozir ajralsak, u hammasi o'yin bo'lganini bilib qoladi. Sevdi. Soxta bo'lsa ham sevgimiz hurmati. Yana 2 kun ichida, iltimos. Tushunarli. Ana endi malikalardek hayoting tugadi, Sevda. Biz kutgan vaqt keldi. Mahmud, endi bu spektaklda chiqish navbati seniki. Senden geçemiyorum ben Tushunarli. Sevgimiz haqida gaplashsak. Soxta sevgimiz haqida. Nima farqi bor? Juda ham katta farqi bor. Bizani sevgimiz. Bu o'yin. Shu o'yinni tezroq tugatsak juda ham yaxshi bo'lardi. Menimcha esa bu o'yin emas. Endi sensiz yashamasam kerak. Mana. Lekin sevgimiz o'yin bilan boshlandi. O'yin bilan tugasin. Xullas, Ilyos yaxshi aktyor ekan. Bu Tohir va Zuhra spektaklni tugatmasak bo'lmaydi. Xabaring bormidi?
So'zingni isbotlab bera olasanmi? Ertaga to'y bahonasida hammani uyga chaqiring, men esa Mahmudni chaqiraman. Shunda bu spektakl tugaydi. Shoh, yomon ko'rgan odaming ham birdaniga sevib qolish mumkinmi? Hayotda hamma narsa bo'ladi. Katta shaharlarda ham kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi deyshadi-yu. Jinnimaysan-de. O'sha uchun seni yaxshi ko'raman. Mani kechir. Sen o'ylagan odam emasman. Bunchalar sodda sana sevdi. Yüzümdeki izler bana sorarsan eğer Tutmuşuz olmanın Ertaga hammasi tugaydi. Nima deb o'ylaysan? Sevdini tovlamachilikda ayblab qamat borsammikin? Biz bunaqaga kelishmagandik. Mahmud, o'zingmisan? O'zimmi? Sen ham sevdini. Yo'q. Ertaga hammasiga o'zing nuqta qo'yasan. Yaxshi. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Nima bo'ldi? Operatsiyadan chiqib qoptilar. Zo'r. Uyimdagilarga o'qishga borishim kerak. Bilaman, to'yni 3-4 yildan keyinga qoldiraylik deyman. To'g'ri, faqat sal yorona. Bo'ladimi, begim? Yo, oshib ketyapti-da, sal aktyorlik mahorati. Bu jinni na sovuqqa ko'nadi, na issiqqa. Ey, to'xta. Assalomu alaykum ada, keldim. Soxta kelin qani?